mana men Amerikadaman deb maqtanmaganman-da. Menga просто kerak emas, yoqmaydi unaqa narsa. Nima ish qildingiz aytdi shu muddat ichida? To'g'risimi, dastavkada yurdim. Men prinsipialni pizzada ishlagim kelmadi. To'g'risida, chunki u yerda shunaqa maslahat berishadi. Yo'q deydi, sen bizni qiynalgan yo'ldan qiynalishing kerak deydi. Voy nimaga dedim. Nimaga men qiynalishim kerak senga o'xshab? Yo'q dedim, chiqmayman pizzaga. Prinsipial, men ismaganim uchun emas, nabrot pizzada zo'r pul topishadi. Просто chiqqim kelmadi o'sha narsa. O'sha aurani his qilgim kelmadi. Dastavkada yurdik, keyinchalik har xil kastinglarga borib ko'rdim. No, ingliz tilini juda ham yaxshi bilish kerak edi. Nima desa bo'ladi, u yerdagi atmosfera вообще boshqacha. Men endi buni tarbiyaviy ahamiyatga ega taraflari bor. Endi musulmon bo'lganimiz uchun o'shalarni общий yig'indisini ko'rgandan keyin o'zini haqiqiy hayotini-da men keyin o'yladim, yo'q, men dedim, vatanimga qayta qolay dedim. O'zi aslida shunaqa fikrga kelib qoldim. Men ularni ham yomonlamoqchi emasman. Men O'zbekistonda turganim uchun emas. Mana e'tibor bersangiz, men hech qachon bir narsaga chiqib, mana men Amerikadaman deb maqtanmaganman-da. Menga просто kerak emas, yoqmaydi unaqa narsa. O'zi aslida afishировать qilish.